Geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomlari haqida umumiy ma'lumot va ularni ro'yxatdan o'tkazish talablari. Geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomi deganda nima tushuniladi? Bu ma'lum bir geografik hududga tegishliligi sabab alohida sifatlarga ega va nomdor mahsulotlarni farqlash uchun qo'llaniladigan nom. Chortoq suvi hamda Marg'ilon atlasi va adrasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Qanday mahsulotlar geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomi bo'lishi mumkin? Asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari va vinolar hamda hunarmandchilik mahsulotlari geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomi sifatida muhofaza qilinishi mumkin. Masalan, Xorazm qovuni, Zomin tandir go'shti, Bog'izog'on vinosi va Qo'qon pichoqlari. Nega geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomini muhofaza qilish zarur? Ma'lum bir geografik hudud bilan chambarchas bog'liq bo'lgan nufuzli mahsulotlarga talabning yuqoriligi ko'pincha insofsiz raqobatga sabab bo'ladi. Davlat muhofazasiga olingan belgi esa mahsulot ishlab chiqaruvchi va iste'molchilarni noqonuniy foydalanish va chalg'itishlardan himoya qiladi. Bu orqali iste'molchilar asl mahsulot kelib chiqqan joy haqida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Kimlar geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomidan foydalanishga haqli? Geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomidan ma'lum bir geografik hududda ishlab chiqarilayotgan mahsulotni shu joy nomi bilan belgilayotgan bir yoki bir necha shaxslar, shuningdek, ularning birlashmalari va hokimliklar davlat ro'yxatidan o'tkazishlari mumkin. Geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi qanday? Buning uchun Adliya vazirligiga murojaat qilishingiz yoki Sanoat muhofazasi portali talabnoma topshirishingiz mumkin. Talabnoma o'rtacha 1,5 oy ichida ko'rib chiqiladi. Ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat bojlari miqdori bugungi kunda 782 ming so'mdan boshlanadi. Chet elda muhofaza qilishda esa boj miqdori talabnoma topshiriladigan davlat tomonidan belgilanadi. Geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomining muhofaza qilish muddati qancha? Geografik ko'rsatkich mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati mavjud bo'lgan butun vaqt davomida, geografik ko'rsatkich mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati mavjud bo'lgan butun vaqt davomida muhofaza qilinadi. Guvohnoma esa 10 yil davomida amal qiladi.